Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun yana bir obyektimizni bitirdik. Qurilish qilmoqchi bo'lgan va qurilish qilishni rejalashtirgan odamlarga ham ancha foydali bo'ladi bu videomiz. Bu obyektimizda uy egalari yangi imorat qo'shishgan eski uylariga. Shu bilan birga darvozaxonani kengaytirish maqsadida darvozaxonadagi ustunlar olib tashalgan va darvoza 1 metrga kengaytirilgan. Ushbu videoda barcha qilingan ishlarni sizlarga batafsil ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu qo'shilgan yangi imorat, yangi uy. Bu darvozaxonamiz. Shu darvozaxonalar ustunlarini qanaqa qilib olganimizni batafsil yoritib beraman. Bu tarafga ham yangi imorat tushgan. Shu darvozaxonadan kirishda chap tarafda, o'ng tarafda yangi uy qo'shilgan. Tomlarini yopdik biz o'zimiz. Bu o'sha tomimizning ichki qismi. Mana ko'rinib turibdi, o'zi tom. Bir tarafi yangi, bir tarafi eski. Mana bu darvozaxonadan kiraverishda o'ng tarafdagi yangi imorat. Bu o'ng tarafdagi tomimiz bir taraflamali tomligi uchun orqasidan yomg'ir urish xavfi bor. Shunga shifrlar bilan bekitib qo'ydik. Shifrlar bilan bekitib, qo'shni tarafdan tushadigan yomg'irlarga ham va o'sha fronton tarafdan uradigan yomg'irlarga ham bitta qilib tarnov qo'yganmiz. Mana tarnovdan hamma suv chiqib ketaveradi. Agar tarnov o'rnatilmaganida qo'shni tarafdan tushayotgan suv to'g'ri devorga tushardi, uy ichiga tushardi. Yomg'irli suvlari ham, frontondan tushadigan yomg'ir suvlari ham uy ichiga tushadigan, tomga tushadigan bo'lib qoladi. Mana tarnovimiz. Eng oxiriga hammasini bitta qilib tashqari tarafga tushirib yuborganmiz, hovlisiga. Mana endi darvozaxonaga navbat. Mana xoralarimiz. Mana 3 ta ustunimiz bor. Bularni olishimiz kerak. Olib tashlashligimiz. Mana darvozaxonada ham xora bor. Darvozaxonani kengaytirishimiz kerak 1 metrga. Mana barcha xoramizni 2 ta 3i devorga kirgan. Bu tarafi ham devorga kirgan. Mana xoramizni tepadan ko'rinishi. Simlar bilan baylab chiqqanmiz temirga tepadan. Armatura bilan. Mana xoranimizni, barcha xoralarimiz ikkala uchlari devorda bo'ladi. Devorda.
Mana ish temirimiz. Temirning nomi Duxtavr deyiladi. Ruscha nomi Duxtavr. Endi buni ham tepadan olib videosini ko'rsataman hozir. Bu o'rtadagi xorimiz ulangan ekan. Shuning uchun ikkita ustun tushgan o'rtasiga. Oldingi xorida bo'lsa, oldingi birinchi xorida bo'lsa, bitta uzun xoriligi uchun bir dona ustun qo'yilgan unga. Mana ulangan joyi. Mana oldingi xorimiz, oldindagi xorimiz bitta ustun. Bitta ustunda turibdi. Endi o'rtadagi xorimiz tepadan ko'rinishi. Mana armaturamiz. 14 lik armatura, uni yonidan sim, 6 lik sim. Har bitta to'singa baylab chiqilgan 6 lik sim. Ora-oradan armaturalar shu Duxtavrga svarka qilingan, payvandlangan. Mana darvozaxonamiz. Mana darvozaxonamizning xorisi. Darvozaxonamizning xorisi kaltaroq ekan. Tepadan uzunroq xori tashab, darvozaxonani ham kengaytiramiz. Mana tepadan ko'rinishi. Duxtavrlarimiz, mana sheriklarimiz ishlashyapti. Ularga qilyapti bitta sherigimiz. Juda baquvvat Duxtavr. 20 lik. Svarkalab chiqyapti armaturalarimiz. Sherigimiz. Bularimiz 6 lik simlar. Har bitta to'singa baylangan. Mana bular Duxtavrimizga svarka qilingan lapkamiz. Yon tarafga yiqilib ketmasligi uchun. Unga chapga yiqilib og'ib ketmasligi uchun svarka qilingan. Bu ikkala uchida ham bo'ladi bunaqa lapkamiz. Endi biz ustalar tilida gapiryapmiz, lapka deyiladi. Bu oldingi Duxtavrimiz, old tarafdagi bir dona ustunlik. Bu o'rtadagi. Mana bunimiz bo'lsa, darvozaxonani xorisi. Tepadan xori tashadik 5 metrlik. 5 metr bo'lsa, shu darvozaxona 280 bo'lsa, 380 ga kengaytirsa bo'laveradi. Bu ikkala xorini tushundik. Endi bu xorilar nimaga kerak deyishinglar mumkin. Bu ikkala xorimiz o'rtadagi to'sinlarimiz egilib ketgan ekan. O'rtadagi 4 dona boshdan 4 dona to'sinlarimiz egilgan. Shularni tepaga tortib baylab qo'yganmiz. Bularni ham shu 6 lik simda baylaganmiz. Har ehtimolga qarshi. Endi biz patologini ochganimizda turgan ekan, egilib ketgan ekan. Egilib turaverardi, ancha yil xizmat qilardi, endi bilib bo'lmaydi deb biz baylab qo'yganmiz 6 lik simda mustahkam qilib. Mana Duxtavrimizni bu uchi ham lapkasi bor. Mixlar bilan qoqilgan mirlotga.
Mana endi buzishga keldik. Xoralarida o'rtadagi ustunlarini olib tashlayapmiz.